Xo'p, mana va'da qilinganidek kilayda ochdik. Xudo xolasa hozir buni ishlatib ko'ramiz. Qani bismillah. Yo'q. Qo'yig'ligi ancha yaxshi, xudo xolasa. Mana quyib ko'rdik. Qo'yig'ligi anchagina yaxshi. Lekin 121 kiloga nisbatan sezilmas darajada ozgina suyuqroq ekan. Chunki 121 kiloga ishlatib ko'rdik. Hop, mana bu 121 kilomiz. Hop, akalar, hozir buni yasashni boshlaymiz. Akvariumga bir-birlariga yopishtiramiz. Qani, qay holatda ushlab turadi. Bismillah. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ancha kiloga nisbatan anchagina qo'yiq ekan. Chunki mana nomiga ushlab turibdi. Kiloyimiz nomiga tegib turibdi xolos. Hali yaxshi yopishtirganimizdan beri. Lekin oynaning ushlab turishi yaxshi. Bu kiloy sifati biz tasavvur qilgandan ko'ra ham anchagina yaxshiroq ekan. Chunki men kutmadim bu darajada yopishtirishini ushlab qoladi deb. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hop, hozir old tomonga yopishtiramiz. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bunaqa ko'p vaqt sarflamadik. Xudo xolasa akvarium почти tayyor. Endi buni akvarium ichki tomonidagi ortiqcha kilolarni tozalab tashlaymiz. Mana ko'pchilik e'tibor beradimi yo'qmi, mana akvarium yashaydiganlar biladi. Shu ichkarisini tozalayotgan paytda boshqa oynalar surilib ketib qoladi, lekin bunda qimirlamayapti. Kilayda sifatini shundan bilsa ham bo'ladi. Mana ayna joyida turibdi. Tashqariga ketib qolmayapti, chunki bunda tozalagan paytimizda tashqariga surilib ketish kerak, lekin bunda surilmayapti. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar. Yasalish jarayonini. Bunaqa ko'p vaqt talab qilmadi. Agar suyuq kiloy bo'lganida ko'proq vaqt talab qilardi. Chunki yasalish ozgina qiyinroq bo'ladi. Shu kiloyda akvarium yasash ozgina qiyin bo'ladi. Chunki aynalar joyidan surilib ketib qolib, ustaning ishini qiyinlashtiradi.
Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Mana akvariumda. Xudo xolasa chaklari ham tekis. Ortiqcha bir shaltoqlari ham bo'lmadi. Xudo xolasa. Endi bu qora kilayda bo'lgani uchun buni puzuroklari uncha sezilmaydi. Xudo xolasa puzuroklari ham yo'q. Chunki kilay bir xilda qo'yildi, ishlavi ham bir xil bo'ldi, xudo xolasa. Mana akalar. Agar akvarium yasamoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, shu baliqqa qiziqadiganlar bo'lsa, men sizlarga shu kilaydan tavsiya qilaman. Bu narxi 121 kilaydan ko'ra arzonroq, lekin sifati ancha yaxshi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, yasalishini ham ko'rdinglar. Qo'yiq suyuqligi ham joyida. Suyuq kilay emas. Mana akalar. İşimiz yoqqan bo'lsa, shu qo'llab-quvvatlab turasizlar, joninglar sog' bo'lsin.